Video murojaat barcha radarga tushunadigan va sotadiganlar tegishli va savol kommentga shunchaki yozamiz ketdi. Faqat negativ bo'lmasin. Qaysi zo'r? 77, 78, 88 inspektor, Doppler, gibrid, Sochpro bitta elena, Sochpro ikkita elena hozir chiqqan 2 kundagi ekskan radarlar, patch antennalari bilan agar kimga qanaqasi qiziq bo'ladigan bo'lsa bizda hammasidan bor. Savol shundaki, aksariyat sotuvchilarga shuni radarni olib kelishyapti, mana bu deyapti. Zo'r radar deyapti, yorvoradi deyapti, eng zo'r radarni olib kelim deyapti. Umringga radar sotib ol, mashinangga qo'yib ishlatganmisan? Nima qilib tanlaysan bo'lmasa? Savol senga. Umringga bitta anti radar shuni sotib ol, o'zing uchun shuni pachkasini buzib, qo'pol qilayotgan yana sarafani shuni yulib o'zing ishlatganmisan? Shu bir ikkita reklamalar ko'rib qolaman. Umriga anti radar ishlatmagan, mashinasiga qo'yib ishlatmagan. O'zi uchun xarajat qilmagan. $100, $200 chunki hozir men 50-60 kg bo'laveradi deydi. Qaranglar. Antiradar hozir ko'zlaringizni yona ochdim, mana hammasidan bor. Ana u yoqqa qaranglar, qancha turibdi. Ko'rdinglarmi? Mana hozir masala do'konga borib ko'rsam mana aka. Ma'lumot uchun korobkada 30 ta bo'ladi. Ishongan radarga pul tikiladi. Ishonmagan radardan 4 tani, 3 tani olib kelib, mana eng zo'r antiradar keldi deb. Bizda antiradarlar portlab ketdi, eng zo'rlari bizda. Qaysidan kerak deb reklama qo'yishadi. Zo'riga shu Tixonka shu pulni tikishadi, vitrinaga terib qo'yishadi. Sog' sharoit, omon sharoit. Kommentga o'z fikrlaringizni yozasizlar degan umiddamiz.